Bir marta to'lasang to'labsan. Hozir yana men to'layapman shotini. Senlar erkak bo'lib oldinga 1 so'm olib yurasanlarmi hayotingda? Qara, minnat qarada. Pul bir senda bo'ladi. Bir menda bo'ladi, bir menda bo'ladi, yana menda bo'lyapti. Yaxshi ko'rdim, senda bo'lyapti. Biz nima demayapmiz-ku, pul faqat senda. Senlarni faqat ota-onang tug'dirgan, men boqib katta qilaman ekanda. Oo! Mabodo joyingizda bo'shab qolmadimi? Voy, sizday qiz o'tiraman desa, srazu turib o'ramiz. Endi ketmoqchi edi. U shotqani o'rtog'imga berib qo'ydingmi shotni? Puli yo'q, nima qilgan? Olganini O'zimiz to'laymiz. Kayfiyatim yo'q, настроением yo'q. Mashinamni kreditini to'lamasam, butunlay olib ketib qolyapti hammasi. To'lash kerak. Vaqtida to'lash. Kredit to'layverish kerak uni. Berib turinglar, boshimga musibat. Bizami? Pulmi? Ahvol ko'ryapsan-ku. So'm yo'q sizda. Ey, shu do'stmisanlar? Shuncha padishcha qildim. Minnat qilma, padishkang, minnat qilma. Shunaqa ekan, do'st og'ir kunda sinalar ekan. Aqlli gapingni qilma. Pul yo'q. 5 ta oylik yo'q. Bermaysanlar-a? Yo'q. Bermaysanlar-a? Yo'q, puli yo'q. Men buni yechimini bilaman. Maftunaxon Nodir aka. Do'stimizni boshiga musibat tushdi. Shu musibatini men to'lay, shu musibat.